Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Pechkani kanallarni bir qator ko'rsatib qo'ydim. Hozir kanallarni bekitib tashlaymiz. Shuning uchun bir qator videoga olib ko'rsatib qo'ydim. To'liq videosi bitganida chiqadi. Ikkita kishilik duxovka. Uchoq bo'lib, to'ra bo'lib turadi. O'sha narsalarni ko'rsatib qo'yaman. Mayda tortadigan bo'ladi, mayda yonadi. Mayga paqir qo'yib, o'sha o'tinini, ko'mirini qo'yib yoqaradi, udobli bo'ladi. Bu yerda joy ekonom bo'ladi. Bular agniuporning g'ishtlar. Bu yerda reshotkasi bo'ladi. O't yonadi bu yerda. O't bu yerda yonib chiqib, ko'tarilib, mana. Mana bu yerda plita bo'ladi hozir. Plitani bilan o't tushadigan orasi mana 7 sm. 5 sm qilsa ham bo'laveradi. Bundan kattaroq qilsa ham bo'laveradi mana. Mayda plita bo'ladi, mayda 7 sm ochiq joy qoladi. O't ko'tariladi, 7 sm ochiq joydan tushadi, ichkariga kirib ketadi pastga. Pastga tushib ketadi. Nima yoqdan ko'rdim. Pastga tushib ketadi. Pastga tushib, monga o'tadi. Mana kanalga o'tadi. Bu kanaldan mayaqqa yuradi. Hozir mana bekilib ketadi, ancha videoga olib tashlab qo'yib. Bundan monga o'tadi. Monga o'tib chiqib ketadi bu. Tepaga chiqib ketadi. Tepada 3 ta, xolasak 5 ta, xolasak bunday aytganda nemetska, xolasak ruskiy qilib kanalni qilib ko'taramiz. Yana bitta kanal bor. Bu kanal mana edi. Bekilib ketishidan oldin mana duxovkani isitgan. Bu kanal maydan bekiladi. Tak, maydagi kanaldan maydagi kanaldan tutun bu yoqqa asnoviy tutun tortadigan xota bu yerda. Bu yerdagi kanaldan tutun o'tmaydi. Mana qilib hozir 2 sm qilib ochib qo'yamiz. Tutun o'tmasin, havo asnoviy naqa surgandan keyin issiq vozdux o'tadi. Sababi nima uchun tutun o'tmasdan issiq havo o'tishining sababi mayada bo'shliq joy bor. Temir tez isib, tez soviydi. Sovuq havo mayerda bo'lib turadi doim. Sovuq havoda hisobiga mayerdan issiq havo o'tadi. Sovuq havo yengil bo'ladi, issiq havo nabarat